Aslida Sho'tirstaveli ko'chasi bo'yicha ko'p joylarda so'rashyapti mendan. Hozir shu joyga keldim, videoni oxirigacha ko'ringlar, foydali bo'ladi. Frunzitskiy teatralnidan kelyorish, mana qaranglar, yo'l chizuvlarini chizib qo'yishibdi, chotki. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda buyuruvchi belgi turibdi, to'g'riga o'ngga degan. Bratskiy magilar to'g'ri yuzning, chap tomon sevgilikni orqasiga ketaverish. Qaranglar. Yo'l chizig'i bilan yo'l belgisi bir-biriga zid kelsa, yo'l belgisiga amal qilishimiz kerak. To'g'ri. E'tibor beringlar, bu yoqqa ham qizil, avtobusga ham qizil. Mana yashil yondi mana, baravar yashil yondi. Endi mana bu bo'laydan harakatlanib kelib, chapga burilmoqchisiz. To'g'ri, bu belgini kuchi, mana bu belgini kuchi, mana bu chap tomonda ajratuvchi mintaqa turibdi mana. Ajratuvchi mintaqani ko'ryapsizlar, mana bu beton. Bu belgi shu ajratuvchi mintaqadan bundoq chizuvchi sizlar taxminan. Mana shundoq taxminamda o'lchasanglar, shu joyda o'z kuchini yo'qotadi. Undan keyin sal oldinroq o'tib turib, chapga burilishingiz ruxsat beradi. Aslida lekin bu joyda chapga burilishni men tavsiya qilmayman. Yo'lda ehtiyot bo'lib harakatlaninglar. O'rtaga chiqib chapga burilaman deganingizda avtobus ham keladi-ku, o'rtada xavfli zonada qolib ketasizlar. Ayniqsa shu soat 4-5 dan keyin rosa probka bo'ladi. O'rtada xavfli zonada qolib ketasizlar. Bu joydan chapga burilmaylik iloji boricha. Hali bu joy, bu chorrahali meni fikrimcha testviy rejimda ishlayapti. Ehtiyot bo'linglar. Ertaga kameralar ishga tushsa, shundan keyin ma'lum bo'ladi. Men o'z fikrimni bildirib ketaman. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, yo'lda harakatlanayotganda ehtiyot bo'linglar. Chunki yo'l chizig'i bilan yo'l belgisi bir-biriga mos kelmayapti. Belgiga amal qilib hozircha burilsa bo'ladi. Lekini borda, lekiniga ehtiyot bo'linglar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, salomat bo'linglar.